Hürmetli televizyon görücüler, hazır görüyatkanlar Şinjan Televizyon İstansıda Xuyu Medeniyet Taqıt şirketi bilen Şinjan Elbidar Medeniyet Media çekti şirketi birleşip İmran Xalqara Soğut çekti şirketininki qo'llanishida yolu qo'ygan notiq so'zlash xarakterdagi programma ular shundoq deydi. Biz bu programmamizda her soha, her kasbdagi natija qozongan va yaxshi muvaffaqiyatga erishgan shaxslarni taklif qilib, ularningki hayot kechirmishlari va turmush tajribalari bilan o'rtoqlashamiz. Mesela hammaylar birlikda bir VCR ko'raylik. Mana bu mehribon kishi bizga ozroqmi notanish emas. U ataqliq shoir, yozuvchi, jamoat arbobi, Jungo yozuvchilar jamiyatining a'zosi, professor, yangi davr Uyg'ur adabiyotining ko'zga ko'ringan vakili, ustoz Bo'g'da Abdulla. U 40 yilga yaqin o'qitish, adabiy ijodiyat jarayonida bir tirishchan o'qituvchi va o'ziga talabni qattiq qo'ygan bir shoirga xos fazilati bilan keng jamoatchilik tonildi. Lirik shoir Bo'g'da Abdulla 13 yoshidan boshlab she'riyat dunyosiga kirgan bo'lib, uning Bahor g'unchilari, Yelkan, Salg'i teshi, Qiz qal'asi qatorliq she'riy to'plamlari nashr qilingan. U o'qitish xizmati bilan shug'ullanish jarayonida oliy maktab til adabiyot o'qitish programmasi, yeziqchilik o'qitish programmasi qatorliqlarni tuzishga qatnashgandan boshqa, yeziqchilik to'g'risida, yeziqchilik ilmiy nomli darsliklarni tuzib chiqdi. She'riyatdagi bo'shliq 21-asrdagi Uyg'ur she'riyati nomli ilmiy maqolalar to'plami uning ilmiy tadqiqot natijalaridir. Avtorning rivoyat tusini olgan Salg'i teshi nomli dastoni jamiyatda belgilik ta'sir qo'zg'agan. Bo'g'da Abdullaning she'rlari Xanzu tilidan boshqa rus, qozoq, o'zbek tillariga tarjima qilinib, shu tillarda chiqadigan jurnallarda orqa-orqadan tanishtirilgan. Uning yeziqchilik ilmiy nomli darsligi Ma'arif ministrligi tomonidan osonlik millatlar darslik asarlarini baholashda 2-darajaga, avtonom rayon bo'yicha 1-darajaga erishgan. Bugungi programmamizniki aziz mehmoni bo'lsa, Şinjan Üniversitesining adabiyot fanlari professori, jamoat arbobi, shundaqla ataqliq shoir, yozuvchi Bo'g'da Abdulla efendim. Qani qarshi olamiz, ha? Bo'g'daga ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Shunda yaxshi turibsiz, ha? Qanday qilib shunday yaxshi turyapsiz? O'zim bilmayman. O'zim bilmayman. Menimcha odamlar o'zini bilmasa yaxshi, ha. O'zini bilsa yaxshi turolmaydi. Eng yaxshisi shu o'zini bilmasa, o'zini unutib ketsa intan yaxshi. Ya'ni ma'lum bir xizmat bilan o'zini unutib ketsa intan yaxshi. Shunga men bir shoirning bir she'rini o'qigan ayni vaqtda, ya'ni o'zingni unutib ket degan she'ri, ha. Mast bo'lib ket degan she'ri. Bu Bodlerninki, ya'ni shu simvolizm adabiyotining peshvosi Bodlerning she'ri. Mast bo'lib ket degan she'ri. Sen cho'qim bir ish bilan mast bo'lib ketishing kerak. Yoki she'r yozish bilan, yoki riyosatchilik qilish bilan va yoki tomoshabin bo'lish bilan deb. Mening bilishimcha siz she'riyat sohasida uzun yil emgak qildingiz. Hozirgacha necha paj to'plam chiqardingiz? 15 ga yetib qoldi. 15 ga. 15 she'rlar to'plami, ha? Ha. Bo'libmi adabiyot o'qitishlik jihatdan nurg'un xizmatlarni qildingiz. Sizga shu adabiyotga qizg'inlik zodi nereden kelgan? Adabiyotga qizg'inlik bola vaqtimda paydo bo'ldi. Shu boshlang'ich maktabda o'qiyotgan yillar. Buningda sinfdagi saboqdoshlar ba'zilari rasm chizish qiziqdi, ba'zilari to'p o'ynashga, ba'zilari yana boshqa sohalarda. Lekin men o'zimni qanday kirib qoldim? Uqmayman. Shu she'r qiziqib qolibdimi? Atrofimda og'aylarim bo'lgan, ularning ta'sirim bo'ldi. Lekin muhimi nima desa, men bola vaqtimda momam bo'lgan. Mana u savodsiz o'qimagan. Lekin hozir o'ylasam, cho'ng faylosofkan. Dehqonning qizi, Lyukshin tug'ilgan. Lekin qo'shiqlar, cho'chaklar, rivoyatlar nihoyatda jiq aytib beradi. Uning lekin turmush muhiti jihatda men ko'proq Lyukshin izlarida bo'ldim. Ko'rdim.
haq emgekni qanday qildi, buğdayni qanday teriydi, ho'sulni qanday oldi, ketmanni qanday chapadi. Muşlar keyingi vaqtlarda mening turmushga bo'lgan ko'z qarashim, turmushni his qilishim, o'rganishimga nihoyat zo'r ijtimoiy asos bo'lib qoldi, eski bo'ldi. Bizning dehqonlarning ichida nurg'unlagan ko'milib qolgan faylasuflar jiqqu deyman. Albatta. To'g'ri deymiz. Haqiqiy faylasuf bizning dehqonlar. Ya'ni xalq amaliyotda nurg'un ishlarni o'zgartiradigan, nurg'un taraqqiyotlarni belgilaydigan yana xalqning kuchi. Shundoq. Bu'dika bir nutq so'zlab bersiz, ha? Assalomu alaykum. Bu yoshda sahnaga chiqish oson emas. Salomatlik bir gap, oila, ishlarmi ko'p. Lekin televiziya bu endi bek muhim bir soha. Bularning faoliyatini qo'llamay bo'lmaydi. Shuning bilan kelib qoldik. Men hozir gapning rosti kasbiy o'qituvchi. Men 38 yil oliy maktabda o'qituvchilik qildim. Endi pensiyaga chiqqandan keyin mening o'qituvchiligim qap meni butun xalq shoir deb ketdi. Buning ma'qul. Lekin mening demoqchim, men zaka o'qituvchi. Vallahi vaqtlar Ürümçi'de o'tdi. Vaqtki Ürümçi endi bir afsonaviy rivoyatga o'xshaydi. Ürümçi daryolarida suv eqib turgan, gullar echilib turgan, chig'irtmoqlar bo'lgan, daraxtlar bo'lgan, yop-yeshil bir manzara. Tinch. Ash kechalari ko'chalarda chaponlar dolosiga artib, naqsh etib yurdigan yoshlar, yigitlar bo'lgan, garmon chap, jirlaydigan yigitlar bo'lgan. Shunday bir muhit. Shu millat o'zining odamlarini, ziyonlarni tonish kerak. Dehqonlar taniydi ekan, lekin ko'p sondagi odamlar tanimaydi ekan. Men qiziq bir narsa deb beray. Men yaqinda davolanish uchun Xotanga bordim, 15 kun turdim. Yerdik tep doktorlarga ko'randim. Shuni ketgan vaqt az qoldi, Shirintam deb bir restoran ochilibdi. Tamoq yaxshi dedi, o'shaga birisi boshlab oldi. Shu tomoqni zakaz qilib qo'yib o'tirib, angacha bir ikki odam yanamga keldi, paranglashib qoldik. Mening udulimda bir yigit o'tiribdi. U atlas sotadigan bir do'konning xo'jayini ekan. Shundan bunda qarab, sizlar Uyg'urchani bek yaxshi so'zlaydi ekanlar, nada o'rgangan dedi. Ko'z mushunda qoldi ekan. Lekin dehqonlar shaharga qaraganda dehqonlar aqlli qoldi ekan. Ular televizordan ko'rgan, ya anglagan, jiq vaqtlarda, avtobuslarda, yo'llarda tonib qoldim. Yevropada turgan vaqtlarda, men Yevropaga 3 qatim bordim. Bir 13 davlatni ko'rdik. Chalada tonimayman. Uyg'ur tuqqan yo'qlab chiqqan odamlar bo'ldi. Shularni tanib, salom berib ko'rishdi. Shunda bu yerda nima desa, shu bir ong bo'lish kerak. Bir madaniyat eng bo'lish kerak. Bu yerda nima ishkandaq desa, shunda qarsangiz kiyimda harang sarang, yog'liqlar harang sarang, hayron qolasiz. Bir-birini do'rab kiyib olgan kiyimlar, o ranglarning satligi. Bu yerda odam o'zini bilish kerak. Uning bo'yi, turqi, chiroyi, ondan keyin rang. Yevropada men hayron qoldim, Yevropaliklar nima desa, bizdek nim qilmaydi ekan, mayli yosh olsun, mayli qayr olsun, hammasi tantarbiya kiyimlarini chiniqishga ahamiyat berdi ekan. Yana birisi Almuta tarafdagi Uyg'urlar niyat yaxshi ekan dedi. Qanday desam, bolalarni tarbiyalashda salomni o'rgatadi ekan deb. Niyat yaxshi. Kichik bola
o'g'illar qizlar asatiga o'rnidan turib yuz yuvib ota-onasining qashiga kirgan salom berdi ekan. Biznikilar salom yo'q, salom bilmaydi, xuddi tanımagan adamdek hissiyat, bir qarindoshlik, bir tuyg'u yo'q. Mening taklifim o'shardagilar nurg'un yoshlar, ota-ona bo'lgan qiron odamlar, to'y qilmaganlar endi ota-ona bo'ldi. O'sha salomni tashlamasak. Leninning yaxshi bir so'zi bor. O'g'inish, o'g'inish, o'g'inish. Mavzuning ta'kidlagan o'g'inish, o'g'inish, o'g'inish. Shundaq men ko'zlarga diqqat qilmay kasbiy o'qish dedim. O'sha kitob o'qib yurgan odamlar qanchalik ba'zida janob qilib qolma. Eng oldin kitobxonaga kirdim. Qarsam saharda kitobxona yana ochilgan 5-10 bola aşağıda xushqashlik o'tirib kitob o'qib ketdi. Shundaq shuning bilan ularga qarab isim seyrildi. Ularga oila, ota-ona o'g'adan kitob oldigan, shu ehtiyojini qamdaydigan pul iqtisodiyotda ularga qarash kerak, yordam berish kerak. Mustabid hokimiyat Uyg'urlarni o'qishga ruxsat qilmagan, yo'l qo'ymagan. Ayollar o'qisa yomon bo'ldi, erlar o'qisa palon bo'ldi. Shundaq. Shuning bilan onalar savodsiz qoldi, millat savodsiz qoldi. Endi bu kun kelganda yana o'zimizga mayli bolalarning imkoniyatini to'liqlab bermasak, ata tarix bizni dasab o'tib ketadi. Şunlaşqa Uyghur dili, ulug' dil, klassik dil. Nimishka desam men bunga bir misol keltirib beray. Hanzo klassik adabiyotida Qizilroqqa tushish, suv bo'yida degan ikki asar bo'lgan. Buni necha yillar burun Uyg'urchaga tarjima qilgan bo'ldi. Shuning bizning maktabda Hanzo o'qituvchilar Uyg'urcha o'rgangan bir umr Uyg'ur tili kasb bilan o'tgan olimlar var. Keyin ular deydi, bu da ma'lumda xo'shsin biz mal Hansocha Qizilroq tushishni jiq ko'rgan Uyg'urlar tarjima qilamiz dedi. Uyg'ur tilining qurbi yetamini deb qo'rqqan. Tarjima qilingandan keyin Uyg'urcha Hansochini selishtirsak, Uyg'urcha Hansochini ustun bo'lib ketibdi. Til degan fasohat. Bek fasohatga. Türkiye'de nima desa, ma ilmiy gap. Uyg'ur she'riyati ulug' she'riyat. O'sha Hazrati Navoiydan tortib bu kungacha keldi. Buni yo'qitib qo'ysak bo'lmaydi, ham yo'qitib qo'yadigan narsa emas. Bu taraqqiy qiladi. Bu shoir degan nima desa, bir millat, 1 millionning ichidan 1 million odamning ichidan biri chiqadi, ya chiqmaydi. Yevropa qana qaraydi desa, she'rga baho berganda ulug' she'rlar, yaxshi she'rlar, nachar she'rlar, mushundaq turga ayiradi. Ulug' she'rlarni bayqaydigan odam kim desa, ulug' kitobxonlar bo'ladi. Shuning ichida hammasi bayqamaydi. Bir odam dastlab bayqaydi, keyin uning ergashadi. Men oldingi yilda 8-ayda Lopnur jurnalistlik yig'ini oldu. Qumul nimaga Lopnurga bordim. Keyin yig'in tugdi. Shoir bola yaqin inla meni nimaga ketdi. Nimaga kuchog'i. Shu bordim bir mehmonxon turdim bir kuni. Bir ko'chada odamlar nima qilyapti, nima emas, men ko'msam bo'lmaydi. Shu qaroatman, qarsam bir do'qmishda bir bola o'tiribdi. Bir eski tağa. Onun üstüge aş bağlam gül. Helik güllerinin çıraylıqlığı hayran kalsın. Şununla yine badım. Ne şey seytatsız ufkanlısın? 5 koy dedim. Avrupa'da onda güllerini 100 koy, 100 son bilen satırken. Ma bizde 5 koy. Helik balının soda ya var ya yok. Şuna işim ağır etti.
Yo'qmi turmush halakchiliklar mashina qilman dedi. Shuningda yana bir o'tirib Gulsatga huquq men tat oldim. O'zim hayron qoldim. Gul og'ili keldi, nechida 20 so'm dedim. Şunu olan 10-20 setip verdim. Keyin qarasam kelgan adamlar bek qimmat ko'rdi. Bo'g'ay 15 so'm dedim. Keyin yana birlari keldi. Aka 8 so'm bo'limiz vardı. Bir bağlan bir e'lon dedim. Shundoq. Odamlarga qarab o'tman. Herki gülning güzelligini his qilganlar kelib oldi. Nurg'un odam kallada. Yılgı gülünü köyde akıl gözlü köymeye oturdu. Ötüp gitti. Gülden gözlep bir şey yazdım. Aş turmuştun ki oturdu. Şimdi bak. Biz güzellikini kançılık baykadık, kançılık gördük, kançılık çendik, kançılık ip aldık. Hazır gap nima desa, moşu tarix, moşu yük evlatlarga sizlar kaldı. Moşu o yükni kötürüp mağalayımızmı, mağamayımızmı? Biz kançılık tayyor turimiz, biz kançılık azizlik kılışımız gerek. Bu yaşlarga amanet işler. Ahire nurgun japalan tatıp nurgun güherlen aldınız ha. Siz ağan güherlenin kayısı nerseni güher de qaraysiz. Güher dese mağlubiyet. Mağlubiyetin bir güher. Mağlubiyet bir güher. He güher. Ben demiş ki okutuculikta mağlup olmadım. Muş icadet kalem tutup nurgun neslerini oylayman kağızga düşe gilmaydı. Şununla ben pek cahil. Bir mısra yazma bulmay qas yırtıman. Ben şu Ürümçidek çoğunluktaki kağızını yırtıp taşlattım. Onu okumayman. Ürümçidek. Abdullah Ustaz yaxshimisiz? Yaşınız 70 yaşda yaşıpmı? Hem de yazıqçılıqni hem de qalam taşmapsız. Bu hakikaten hamma kişinin hürmetini ve qayırlıqını qozgaydı. Ben sizden şunu sorap baxsam. Hazırgıça qancha şiirlar toplumumuz okurmanlar bilan yüz görüştü. Bunun içinde siz qaysi şiirlar toplumumuzda eng yoqtirsiz? Şair degan buğday tergan adamga o'xshaydi ekan. Her yili buğday teriydi. Bu yil teriydi, kelay yil teriydi. Qaysi yil tergan buğdayim yaxshidir deb o'ylamamdi bir gap. Lekin menda bir johillik bor. Men qalam tashlamadim. Izchil. Bu nimishga desangiz, yosh bilan she'r munosabat yo'q. Buni cho'qim bilish kerak. Yosh cho'ngib ketsa yozamaydi degan unda falsafami yo'q, unda qonuniyatmi yo'q. Gap nima desa, bosh sog'lom bo'lish kerak. She'riyatga qiziqadigan odamlar jiq. Lekin mening qanchalik deganni o'ylash kerak ekan. Masalan, bir sinfda 50 o'quvchi bor desa, hozir ota-onalar 50 o'quvchiga bir xil talab. 50 talab emas, bir xil talab. Cho'qim 100 olsan deydi. Qanday 100 oldi? Odamning mevasining echilishi gullarning echilishiga o'xshaydi. Ba'zi gullar 2-chi oyda, 3-chi oyda, 12-chi oylarda. Mening tadqiqotim, mening ko'z qarashim bo'yicha dal shunday qildi ekan. Masalan, Amerikaning Nobel fizik mukofotiga erishgan oldimi Einstein bo'lgan. Einstein bola vaqtlarda sinfda nachar o'quvchi, 4 o'quvchi deb qaralgan. Shuning bilan bir qatim uningga bir narsa yasab kelinglar deb o'qituvchi bir vazifa berdi. Bular hammasi yasaydi. Akiladi, ko'rdi. Ma yaxshi deb Einstein kelganda sen yasig'ing bo'lmabdi. Bundanmi yaramsiz narsa yasamsan dedi. Ma'qulday ketdi, azcha qat yasab akildi.
akasi o'qituvchi ko'rib bo'lmaydi dedi. Desa, Einstein nima deydi? Mo'lam siz diqqat qiling. Mao bugun yasig'inim tunanki qolganda yaxshimi, emasmi dedi. Hatto maktabdan chiqarib etamiz degan. Keyin nima desa, nisbiylik nazariyasida. Cho'ng bir nazariyani yaratdi. Osh maktabdan chiqarib etamiz 4 o'quvchi degan Einsteinning kalisi ichilib, keyin dunyoni saran qilyapti. Hozir osmonga, yulduzlarga qarab menayotgan harakatlar osh Einsteinning nisbiylik nazariyasining kuchi. Shunday. Endi siz sordingiz, men yilqi seni izlab, ma kitap qaysi yaxshi deganni o'ylagan emas. Nima desa, bu xuddi ko'rik yasagan injenerning xayoliga o'xshaydi. Bir ko'rikni yasab oldi, tashlab etdi, unutib ketdi, yana bir ko'rikni yasaydi. Ko'rikdan o ikkinchi qatim huzur olmaydi. Assalomu alaykum, Bug'dodlar muallim. Oltin Oltin zaman bo'lsin. Ismim Nabijon. Men adabiyot kasbini bir o'quvchisi, shundaqla bir oddiy she'riyat havaskori. Bo'listim bilan shu sizning baytaq nutqlaringizni anglab nurg'un bilimlarga shu ham aktiv ega bo'ldim. Endi meningki o'zimdan beri sizdan so'rashga arzuq kelgan, so'rashni arzuq kelgan bir qancha savolim bor edi. Bir so'rab olsam, sizningki ayni vaqtda biz to'liqsiz o'tirib o'tyapmiz darslikida, adabiyot darslikida hammamiz o'qib kelgan ana nomli she'ringiz bor. Biz uni hammamiz sevib o'qigan. Ko'pincha kishilar sizni shu she'r orqali tanigan deb o'ylayman. Shu she'rni yozgandek ayni vaqt hissiyotingiz va shu she'rningki oxir ko'rinishini, ijtimoiy oxir ko'rinishini bizga so'zlab bergan bo'lsangiz, shu vaqt hissiyotingizni anglam keldi. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Ana she'r bir asar 83 yılda. Bu keyin boshqalarni so'radi mendan. Ne she'r qanday yozildi dedi. Bu she'rni yozganda mo'mamni prototip qildim. Lekin nurg'un anılarni ko'rdim. Shu Lüksün karizlarida, turpallarda, vadlarda, keyin to'qsinda, shunday. Bir nima desa, emgekçi. Bizden anılar emgekçi. Meyle ailede olsun, meyle cemiyette olsun, meyle etizde. Olanın yükü fevkalade eğir. Mesela şu vaxtlarda Ürümçi'de bulduk, ben balı vaktim. İnsan balı vakti da rasket kılganda aciz. Mesela ben şu bir aciz balı. Lekin şu meldeki hoşla anılar olgan. Olar kördü. Başlarımın sılayda ekildi de toy merkelerde kempitler oldu. Aklap verdi, yancımız hep koydu. Bu bir xil mehribanlık, bir xil kuyumçallık. Bunda ise bu bir xil terbiye. Şu vaxtlarda yana dikkat kılman bizning mahallede cık ballar oldugan. Hazır bir sim kalmaptı. Çok ballar. Boğan gap anglaydı ya anılmaydı. Aslında bir yağışçı adam bulduğun bizden hoşuna. Bir balısı vardı, döksek. Anısını vururdu, bir gözünü koyuyordu. Balık kılıvadı maşını. İcabi cihette bir, selbi cihette yok emas başında. Şunu olan kallamga onun dikin. Analarını düşünüş, anılarını uluklaş, anılarını medhileş. Geldi. Bunu yazış gerek. Şunun olan, yani şeriatta aruz vezin degen var bu. Klasik şekil. Barmak azımba, keseknin kılıpı. Bunun cık gap kılınmaydı. Ahire erkin bir şekil. Nim kıldım? Ahire şu men deydiğen gaplarni özüm bir xas şekilde ifadeligiyle bulup deb şu çeşme şekilde yazdım, şe'r bitti. Bu bir xil qaramliq.
Lekin she'r yezilib bo'ldi, qo'rqdim. She'r bitta, buni e'lon qilish kerak. Millat, xalq qabul qilamdi degan bir masala. Chashma she'r bizda odat qo'shiqlar bir maqozinda. Arzum bor. G'azal shaklda. Mau anda hech kim bizda yezilib boqmagan bir shakl. Xalq qabul qilamdi. Andishdim, qo'rqdim. Keyin marhum ustoz Tepsa Aliyab bu she'rni ko'rib, men endi ularga jiq agashdim. Nima desa, bir eg'iz gap bo'lsa o'rganib olsam bo'ladi degan. Hozir o'zim xato qilmabman. Tepsam kim ko'rib, burada musha she'r yaxshi yozilgan dedi. Bu odam yaxshi yozilgan degani nachon bor. Mush umrda mush anani yaxshi yozilgan dedi. Hoş oldum. 84-yil televiziyaga boshlab keldi. Musha zallaga. O'zi 6 oy yozgan she'rlarni o'qidi. Men anani o'qidim. Keyin radioda ba'da e'lon qilingandan keyin bu she'r analarga yarab ketdi. Analarga yarab ketdi. Hammasi xush oldu. Shundaqa bu she'rga bo'ladi degan tamg'ini butun analar bastı. Ben onundan hoşal olup kettim. Assalomu alaykum, Bug'da Abdulla muallim. Mushu program orqali sizning darsingizni anglash fursatiga erishganimdan intayin xush bo'ldim. Men Shinjan universitetidan Aynur. Mening sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim, siz oilada kuyimchan mas'uliyatchan dadillik obrazini ado qilib kelyapsiz. Ailangiz va farzand tarbiyalashingiz to'g'risida his qilganlaringizni so'zlab bergan bo'lsangiz, yana bir savolim, sizning farzandlaringiz ichida sizdek adabiy yoziqchilik bilan shug'ullanayotganlar bormi? Rahmat. Gapning rasmi qilganda men oiladagi 2 o'g'lim bo'lgan. Biri cho'ng Urumchida, yana biri Norvegiyada yashab qoldi. Ularni o'tirib mundaq deydigan ish bo'lmadi. Nima desa, men maktabda avlod tarbiyalashga butun zehnimni sarf qildim. Uyda o'tirib balam ma deydigan gap bo'lmadi. Vaqtlarda bala kichik madaniyat inqilobi boshlanib ketdi. Men yangi xizmatga chiqqan. Endi Xansuchi aytganda kitob qoldisi, kitobning ichida bo'ldim. 60-yilda universitetga keldim, 65 tugatdim. Ne xizmat taqsim qildi degan masala oldimizda cho'ng bir masala. Qolgan bolalarning hammasining dadisi falan nazir, piston nazir, hammasi amaldorning bolalari o'tir maktabda. Dashoyda o'qidik bir sinfda. Ularni yiroqdan kelgan, yaqindan kelgan. Men xizmat nada bo'ladi, uni o'qimayman. Tursam Qashqa pedagogika institutida 2 o'qituvchi ketdi. Biri Xansu, biri Uyg'ur. Ular sizni Qashqaga ketsak deb keldi, boramiz dedi. Shuning bilan momamga maslahat soldim. Apa, moshunda deydi, qanday qilman desam. Hozir qatnashish yaxshi bo'lgan ekan. Alımız deb kelgan bo'lsa, babalam dedi. Shukr dedim, momam rozilik berdi. Shuning bilan ular borman deb qo'ydim. Keyin taqsimot to'g'risida fakultet yig'ini ichildi. Birinchi Bug'da Abdulla Shinjan universitetida o'qituvchi bo'lib qoldi dedi. Degandan keyin o'zimni cho'chib ketdim. Shuning bilan dars kirsan dedi. Somkani ko'tarib ders kirdi. Assalomu alaykum, Bug'da Abdulla muallim. Va alaykum assalom. Mening ismim Abduvoyid, Shinjan universitetining o'quvchisi. Mening so'ramoqchi bo'lgan savolim, siz pensiyaga chiqqandan keyinmi har turli faoliyatlarga izchil qatnashib kelyapsiz. Mayli Shimol Shinjan olamda, mayli Janub Shinjan olamda, hatto yezidagi dehqonlar orasida chunqur ta'sirlarni qoldiribsiz. Mushu jarayonlarda siz nurg'unlagan ta'sirli ish izlarini beshingizdan o'tkazgan bo'lishingiz mumkin. Mening so'ramoqchi bo'lganim mushu jarayonlardagi
sizga eng ta'sir qilgan bir ish ustida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz, rahmat. İcadiyet degan bu boshqa narsa. Bu yoshlarning ichida uyning ichida o'tirib she'r yozaman, asar yozaman deydiganlar bor o'xshaydi. Bu she'r hayot bilan bevosita tutishadigan narsa. She'rning qon tomiri nima desa, turmushga, xalqqa, millatga berib tutishadi. Madaniyatga berib tutishadi. Tarixga berib tutishadi. Mushundoq. Bu yerda boshqa misollarni jiq demasam bo'ldi. Men 6-oyda 90ga bordim. 90 desam, men burun jiq o'tgan. 90 o'sha bir o'tang deb tushunibdiman. Bu yerda 90da nəhayət jiq narsa var ekan. Men necha yil ilgari bir G'arbiy Shimol qalamkashlar yig'iniga qatnashdim. Chet ellik mehmonlarmi keldi shu yerda. Shu yerda Sherik Uyg'ur olimlarim bor ekan, ular bilan ko'rishib qoldim. Ularning tili, qadimiyat to'g'risida so'zlashdik. Shuningla ular qadimgi qo'shiqlardan birini o'qib berdi. 90 borgan ekan o'qisam, Qaratog' 90 ekan. Xo'sh oldum. Heli qo'shiqlar aşağıdan chiqqan. Ular bilan so'zlashdim. Qadimgi tillar to'g'riliq. Qaynapani nima deydi desa, ular atalg'ularni, hukmlarni aynan saqlab qolgan. Qaynata deganda qiz ata deydi ekan, qaynapa deganda qiz ana deydi ekan. Nəhayət chiroyli. Assalomu alaykum Bug'dabdulla muallim. Yaxshimisiz? Men Şinjan Ilm-fan Uçur instituti o'quvchisi Maynur. Sizlar shu sahnada yuz turan turib ko'rishish fursatiga erishganligimdan ham sizning nutqingizni anglaganligimdan intayin xursandman. Muallim davrning taraqqiy qilishi, kishilik aloqaninki taraqqiy qilishiga ergashib, kishilarda kitob o'qish, she'r o'qish qizg'inligi suslab ketyapti. Siz bu shu she'riyatninki bundan keyingi taraqqiyotga qanaqa qaraysiz? Mushaq so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Rahmat. Böyle bütün bir şehriyet noktasına alganda Uyghur şehriyeti çekinmedi. Terakkivatıdı. Terakkivatılı emas, dünya şehriyeti bilen tank etivatıdı. Memleket. Memleket bilen tank etivatıdı. Dünya şehriyetinin işip ketti desin bolu. Mena deginim hatanız. Nemişke desiniz? Bu şehriyet, turmuş dedim, arkeologiya dedim, rivayet dedim. Rivayet mi? Nəhayət qaltış nəsə. Əndə bu tərəqqilib nə var dediysə, bizim şehriyetimiz asmanğa çıxıvatıdır. Bir yerdə, məsələn, ilmi nücum deydi, astronomiya. İfadə cəhətdə biz astronomiyalik mezmunlarını aks ettiriyatımız. Bu çoğunlukta, bu umum nokta. Lekin çekindiğin narsa emas. Gap nima desa yozamayotimiz. Turmushni ko'ramayotimiz. Go'ar yotidi sayda, tunimisang na payda. Nəhayət yaxşı gap. 4-cü ayının 23'i Xalqara kitap okuş günü. Neşiratla faaliyet uyuşturdu, imza koypadığım. Şununla kitapxanada bulduk. Bir gün erteden keşkisi imza koypadık. Vallahi nurgun neslerini ekeldi. Kitaplarını kol koypadım, imza koyatımız. Onundaki hatır defterlerini ekeldi. Onunla imza koypadım. Fakat yadım çıkmaydı. 2 bala. Pulu yok kitap aldığım. Bir varaqdan qağazını götürüp geldi. Moşlanğa imza koyup durğanda. İçim bek ağırıp ketdi. Koyup verdim. Nima desa qızgınlık. Endi adam buldu desa, helik kitaplarni
imzo qo'yganlari bir gap. Ma 2 baladan adam chiqdi. 2014'te şehriyet müşahire oldu. Cenab-ı Qadık, Uyaygadık. Nurgan yerlerde olduk. Bir adım o yakındaki imza koypırdıgan iş oldu. Hatırlayga imza koyduk. Bir çağa kalsam bir küçük bala ketdi. 8 yaşlarda buluş gerek. Yengini içip buğdam aldım. Belikimge imza koypırdıgan bir. Bilekki imza koypırdım. Ne tesirlik bir konuş. Birisi tenterbiye kiyimiyken Müşahide imza koypırdım. Onun koypırdım. Yendikiler sen bu çapanını yuvarsan bu imza çıkıp gitti dedi ya kat iyi yumayman dedi. Ne dese Moşunun özü şiir etkine nispeten kızıkış ve ümit. Assalamu alaikum Abdullah muallim. Ve aleyküm assalam. En aldı bilen sizinki muş program arkalık bizdeki yaşlarga az bolmagan bilimlerini bergenligingizge köpten köp rahmet eytime. Men hem özüm Şinjan Üniversitesi'den ismim Adilcan. Siz muşu 40 yılga yakın o'qituvchilik hayotingizda bizning Uyg'ur adabiyotimizningki taraqqiyot uchun az bo'lmagan to'plarni qo'shgan to'pkor ustoz. Hamda mush jarayonda menmi hamda 6 yil bo'ldi adabiyot kasbida o'qiyotgili. O'zimmi oz to'la ijodiyat bilan shug'ullanib kelyapman. Hamda mush ijodiyat bilan shug'ullanish jarayonida bir qator savollar kallamda shakllanganda men shu savollarni sizdan bir so'rab bir ayrimlashtirib olgan bo'lsam. Ya'ni birinchidan masalan ijodiyat bilan shug'ullangan vaqtimizda qanday qilib yoziqchilik iqtidorimizni o'stira olamiz? Ya'ni shu yoziqchilik iqtidorimizni o'stirish uchun qaysi nuqtalarga ko'proq diqqat qilsak bo'ldi? Mush savolga bir javob bergan bo'lsangiz ma'lum. Rahmat. Rahmat. Yoziqchilikning boshlanishi mashq bilan boshlandi. Mashq degan gap bor. Şu yazımız, mağlup olumuz, yazımız, mağlup olumuz bu nayet kattık bir yerden. Nayet çoğun bir ötkenli. Muşnul ötkendeki andın. Resmi icadet. İcadet degende ben. Hazır ende ben sözlemek istedim, unutup gitiptim ben. İcadet degende Avrupa'da orijinaldaydı. Orijinal degende ben. Yeni degen gap. Yeni degen nima? Ana fikir degen gap. Ana fikir. Ana fikir degen nima? Hech kim demagan, hech kim o'ylamagan, hech kim hal qilmagan narsa. Shunday. Hozir men Andisonda hamma jurnal gazetlarni ko'raman. Bir xil tushkunlik bor. Bo'libmi yoshlarda muhabbat to'g'risida. Bir qizni yaxshi ko'rib qoldim deydi. Men o oldu, bu oldu. Ahir meni tashlab ketdi. Men endi menga turmush harom. Men yashashni xohlamayman. Bu butunlay saxta yag'in gap. Naqshladim shundoq. Tushkun. Şunlaşqa sizlardan iltimos. Mushundaq bema'ni, logikasiz, ahmoqona tarbiya ahamiyati yo'q naqshlarni cho'qim cheklaydi. Mazmun ruh olsun. O'g'illar deganda bir ruh olmamda. Buni ro'yini aytganda. Shundaq. Umidvor bo'lish kerak. Assalomu alaykum, Bug'da Abdullah muallim. Yaxshimisiz? Ben Şinjan Üniversitesining adabiyot kasbining o'quvchisi Mehrigul Mahmud. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim, insonlarning tafakkur yo'linishi, tafakkurni qanday cheniqtirishi, shundaqla tafakkur doirasining o'xshamasligiga asosan shaylarga bo'lgan konkret yoki abstrakt tunishi o'xshash bo'lmaydi deb qarayman. Sizning hayotingizda she'r nimadan derak berdi? Mushaq so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Yaxshi savol. Endi hayotga nisbatan aytganda ballig'i vaqtimda yo'g'akda tekkan kesib men she'rni nurg'un yillar qo'g'ildim. Mag'lubiyat. She'r tutuq bo'lmaydigan narsa ekan. Hozirmi she'r qachida men qo'g'ilatiman. Shu qo'g'ilasa odam she'rga aylanib ketdi ekan, she'r odamga aylanib ketdi ekan. Undaq deganim hozir endi
men mecbur bir narsa yozay deydigan xayolda emas. Lekin temalar meni to'xtatmaydi. Ishqillarni chekib turdi, yozdim. Bu yerda she'r to'g'risida yaxshi bir savol so'radingiz. Bu yerda O'zbekistonning atoqli shoiri Rahmatulloh Ataqo'zi degan bir büyük şair bo'lgan. Uning bir necha she'rlari bor, yoshlar to'g'riliq. Bir she'rda quyosh deb mavzu qo'ygan. Nima deydi o desa, bir yosh shoir she'r yozib, o'zining taxallusini quyosh deb qo'yibdi. Bir o'qib boqay deb o'qisam, bu she'rda chiqayotgan nur Şamning nuridek mu emas deydi. O shoir quyosh deb taxallus qo'yibdi. She'rlari shamchilik emas deydi. Bu yerda yana bir narsa taxalluslar to'g'risida hayron sayron. Cho'ng taxalluslar. Hayron qolman. Shundoq. Shu taxallusni ko'tara oladigan menda mo'ri bormi? Vujud bormi deganni o'ylashdimi, o'ylashmadi. Shundoq. Uyg'un yana deydi, o'sha ijodiyat to'g'riliq. Stadion emas, ijod maydoni. Sorun topolmaysan chapqining bilan. Ba'zan she'rlarni yozibsan yaxshi, qanoat hosil qil, topqining bilan deydi. Bu ijodiyat maydoni desa, ma tantarbiya o'yin ko'radigan maydondek biletni olib kirib oldida o'tirolma deydi. Unda ish emas. Sen qon, ter, emgak qilgandek yetadi. Bo'g'diqamniki she'riyat haqidagi bayonlari menimcha bizniki shu adabiyot bilan shug'ullanayotgan havaskorlarga nurg'un ilhomlarni berdi deb o'ylayman. Shuna birga ularga tirishish nuqtasini ko'rsatib berdi. Jumladan menmo Bo'g'diqamning so'zlaridan nurg'un ilhomlarni oldim. Men fikrlarga keldim. Shunga Bo'g'da Abdulla apandimniki bugungi o'z hayot kechirmishlari she'riyat haqidagi nuqtai nazarlarininki bizning yoshlarimizniki o'ylanish va tafakkurni yangicha nuqtaga yetaklashini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar soni ko'rishaylik.